Dersiz o'tgan kunlarim. Abduri Mehriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozliq kitob salonida ovozga ilinib, ovozliq kitob salonida tarqatildi. Boshqa qandaq turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqitishiga yo'l qo'yilmaydi. To'rtinchi qism. Mahalladagi eqib yurgan gaplarni Sarxon mo'mam ba'zida ancha-muncha deb beradi. Güzelay qizim, uyga ko'chib kiring. Umi o'zingizning uyidagli uy. Men kunduzi doimli sizga hamroh bo'lib bo'lolmayman. O'zingiz yolg'iz bu uyda amdi tursangiz bo'lmaydi. Mo'mingiz sizni bizga topshirgan ekan, biz uning vasiyatiga amal qilmasak bo'lmaydi. Bo'yiga yetib qolgan qiz bola uyda yolg'iz tursa, boshqalarni kayningizdan gap topmaydi, degili bo'lmaydi. Hozirmi mahallada siz uchun boshqa turib bo'layotgan so'zlar oz emas. Birlari bizga gap aytib sizni boldiroq yotliq qilishni debdi. Men ularga mo'misining kirib pikiga texi to'p qo'nmay turib, bundoq qilsak bo'lmaydi, deb qo'ydim bolam. Rahmat Sarxon mo'ma. Mening hozircha bu ishlarni o'ylashim yo'q. Sizlarga yuk bo'lib qolmasam bo'ladi. Voy, nadiga gapni qilasiz balam. Sizning uchivar qo'llaringiz bizning uyga kirsangiz meni pensiyaga chiqarib etishdan yonmaydigan tursa, yuk bo'lib qolamanmikin deb hargiz jiq o'ylamang. Ammo ko'nglingizda Eliyarning borligini menmi bilaman. Lekin ularning uyidagilar bilaman mo'ma. Ammo men chuqum Eliyarning kelishini saqlayman. Siz bundaq deb turib olsangiz, mayli qizim. Bizmi sizni majburlamaymiz. Mo'mingizmi menga shundaq deb topilagan. Sarxon mo'mamning gapi bilan ko'nglim sal joyiga tushgan bo'lsa-mu, keyingi kunlarimni o'ylasamla, ko'nglim yerim bo'lib, meni bu dunyoga oprida qilgan ashu vafosiz, mas'uliyatsiz ota-onamga nafratim qo'zg'aladi. Lekin shundaq chaqlarda Eliyarning ota-onangdan nafratlanmagan, balkim ular shu chaqda shundaq qilishga majbur bo'lib qolgandi. Kimningmi o'z pushidan bo'lgan bolasini tashlab etkish keldi deysa, ular bu ishidan umr bo'yi vijdon azobi tortib yashashi mumkin. degan so'zlari yodimga yetib, o'zim bazlab, kunlarni xiyol dunyorimga bekinib degandek o'tkazib keldim. Bu jarayonda Eliyar tushimga kirmagan, uni o'ylamagan birmi kunim yo'q. Uning bilan xiyolimda mungdushib, talay kechalarni uyqusiz o'tkazdim. Necha xatlarni yozdim. Ammo yozgan xatlarimni yanala yostiqimning tegida xuddi Eliyarni yuragimning eng chunqur yerida saqlagandek saqlab, uni parokanda qilishni xohlamay, uning kelishini kutib, tunlarni kunga ulab kelayotgan kunlarda Sarxon mo'mamning ko'tirib kirgan Eliyarning bir parcha xati xiyoliy dunyorimni ostin-ustin qilavatdi. Xat qisqali yozilgan bo'lib, burunqi seg'inishliq so'z iboralarmi yo'q edi. Salom go'zal ay. Yaxshi turib-o'tamsan? Yaqindan beri imtihon berman deb sana xatmi yozamadim. Uy iching tishiqdi ha? Biz kelar yili maktab bitiradigan bo'lgach, maktabdan bizni ta'tilda praktika o'rlashtiribdi. Shunlashqa Urumchida praktika qildik-emas. Yurtga berib qilayli desak, maktab oldin o'rlashtirib bo'pti. Shung bu ta'tilda uyga qaytamoqdekmi? O'zingni ko'prik asra gulim. Praktika jarayonida fursat chiqsa seni ko'rgili borman. Seni sig'inib Eliyardi. Xatni o'qib o'ltirgan joyimda o'ltirib qoldim. Eliyarning bir oydan beri yozgan xatining bundoq mazmunda yozilishini faqatla o'ylab boqmagan edim. Xatni qo'limga olgandagi xo'shalligimni Sarxon mo'mamdan yoshira olmay qilishlarim juda. Mangzimni bo'ylab eqiyotgan yosh xatni qo'limga olgandagi xo'shalligimni ochiq ta'mi bilan jumoqda edi. O'zimchi bu xatga chuqum tatliq seg'inish, iztirobli kutishlar, kashtichi qizning chiroyli qilib kashtilangan qo'l yog'liqidek dona-dona qilib
qog'oz yuziga kashtalangan bo'lishi mumkin deb o'ylab, yuragim xo'shallik ham hayajondan do'ppildab so'qib ketgan edi. Rastimni desam, bu bir oy davomida o'zimni turmushdan ayirib, yakka yegona qorong'ulikqa qapsilib qolgan bechora qushdek his qiladigan. Meni bu qorong'ulikdan faqat Eliyarli qutqiza oladi deb o'ylab, uning zo'r ishonch, umidlarni bog'lab kelayotgan bo'lsam-mu, ammo kutish bilan seg'inish nafsimni siqsa, yolg'iz yegona qilishim gelimni bo'g'ib, yadab qo'noq shexig'ila o'xshab qolgan edim. Yoshlarimni Sarxon momamdan yoshira olmadim. Beshimda menga qarab ajablanib turgan bu oq ko'ngil ma'sumning quchqiga o'zimni etib, buqildab yig'lab ketdim. Sarxon momam nimanidir tushungandek, "Qizim, bo'ldi, yig'lamang. Eliyar xetida kelolmayman debdi-mu?" dedi mehribonlik bilan sochlarimni silab turib. "Eliyar Urumchida praktika qilaman. Ta'tilda qaytolmayman debdi mama," dedim o'ksib yig'lab turib. "Voy qizim, shuningmi shunchalik yig'lash ketamdi. Nihoyat shu praktika qiladigan-ku. Praktikasi tugasa cho'qim keladi. Bo'ldi, yig'lamang. Qarang-a, chiroyli g'uncha bo'ylaringiz bu bir oydan beri o'riqlab, ko'zdagi ushigan yaproq o'xshab qog'ila turdingiz. Sizning bu holingizga qarab, mening ichim serilib ketyotdi. Ammo umidsizlanib ketmang qizim. Eliyar cho'qim qaytib keladi. Uning vafodorligiga menmi ishonaman. Ammo necha kundan beri mahallada uning opasining Urumchiga berishga tayyorlik qilayotganini anglab, ko'nglim bir ishni tuyg'andek bo'lgandi. Aslida mushu ishganda. Sarxon moma, sizdan bir ishni o'tinay. Eliyar xetida qaysi idorada praktika qiladiganini demabdi. Siz ularning uyiga berib bu ishni surishtirib boqsangiz bo'pti-kan. Buni surishtirish-ku oson. Eliyarning opasi mushu topda. Balam Urumchida praktika qilib, shu yerda xizmat kutishidi deb og'ziga tegmay so'zlab yuramish. Ammo buni so'rab nima qilmoqchisiz qizim? Yo sizmi Urumchiga berishni o'ylab qolmagansiz? Hargiz bunday xiyollarda bo'lmang. Men momingizga va'da bergan. Navoda Eliyar bilan to'y qilinmaydigan ish bo'lsa-mu, sizni birasiga el qatori yotliq qilib, momingizning vasiyatini ado qilmasak bo'lmaydi. Yo'q moma, men Eliyarni mush yerda saqlayman. Ham uningdan boshqa birisiga yotliq bo'lmayman. Uningga yozgan xatlarim bor edi, shuni avatay degandim. Sizlar yoshlar, hozir nimani o'ylaydigansizlarkin tang bolam. Bizning zamonlarda cho'nglar palonchining bolasi yaxshi cho'ng bo'pti, cho'nglarmi obdan kishilar debla beshimizni qo'shib qo'yadigan. Men Mehmet bobongiz bilan to'y qilganda uni ilgari biror qitimni ko'rib boqmagan edim. To'y xetini oladigan chaqda tunji qitim ko'rishim edi. To'y xetini elib, ikkinchi kuni to'yimiz bo'lgan. Mana hozir to'y qilganimizga 46 yil bo'pti. Bu jarayonda bir-birimizni tushunishib, yo'l qo'yishib, bolalarimizni qatag'iga qo'shibdik. Uy deganda jidal majra bo'lmaydi, degili bo'lmaydi ekan. Ba'zida so'qishib, opamninkiga yomonlab ketgan chog'larimmi bo'lgan. Lekin yanala bolalarni deb o'zi ketgan yaray, o'zi kelgan yaray degandek, yana bo'pamni qo'ltiqlab qaytib kelatdim. Turmush odamni hammishqa ko'ndiradigan bolam. Mana endi bir-birimizga ko'nib qoldik. Birdam yerimdam yo'qab ketishsak, bir-birimizdan ansirishib, izdishib turamiz. Qarang-a ana, buvingiz kelyotdi. Men Sarxon momam ko'rsatgan tarafga qaradim. Degandek, Mehmet bovam hassini to'kilditib, biz tarafga qarab kelyotdi. Chehradan oftobdek illiq tabassum ketmaydigan Mehmet bovamning putini ot tepivatganlik bilan hassiga tayinib mangadigan bo'lib qolgan edi. Ammo u yanala shundoq tetik, ruhli ko'rinadi.
chiroyidan nur yig'ib turadigan kak soqolliq Mamat buvamning bugungi chiroyidagi jiddiychilikdan allaqandoq biror ishga oldirab kelayotganligi aniqli edi. U bizga yaqinlab kelibla, "Bola Sarxon, uyga kirib tayyorligingni qil. Urumchiga boramiz." "Voy, nim deyli dadasi? To'limdan to'g'moq chiqqandagli gap qilyotidi buvungiz qizim," dedi Sarxon mo'mamu ajablangan holda menga bir qarab qo'yib. "To'limdan to'qmoq chiqmadi mo'may. Sening umringda bir ko'rish orzuying bor edi-ku urumchiga yana. Mana bugun dal vaqt sayt to'shqanchiga. Qaysi kuni ko'chidoqmishida madigilar bilan sayohat chiqish to'g'riliq gap bo'lganda, men ularga bizlar bu umrimizda urumchiga bo'lsin bir berib kelish nisb bo'lamo degandim. Bu gapim ballarning cho'ngining qulqi qanday yetgan. Mana qara, hozir o'g'limiz urumchining 30 biltidan ikkini ilib, "Ammayman desammi unmay, bu pullarni menga zo'rab tutqizib qo'ydi emasmi?" deb yonchuqini ko'lab, ikki tal bilet bilan bir tutam pulni chiqarib Sarxon mo'mamga uzatdi. Sarxon mo'mam qo'lidagi bilet ham pullarga qarab, hayajon ilikida buvamga qarab, "Meninggo shundoq orzuyim bor edi. Ammo bolalarga ig'irligimizni silib, nima gapdi dadasi? Qani o'g'limiz siz bilan kelmabdi-ku?" "O kichik o'g'ling Anvarnikiga mangdi." "Bolarimizning insoviga hech qalla dadasi. Lekin biz bu ishga qeri mushu yoshga kelgacha bu to'pliq mahalladan chiqib boqmagan desakmi bo'ladi. U cho'ng shaharda odishib, nalarda tamtirab yuramiz." "Sen o'ylaganni menmo shu chaqda o'ylab ketgan. Ammo bolalarimiz oldin o'g'lashtirib bo'pti. Bizni Anvar ibmangan. Mehmet Çankay'lamo ati Urumchiga boramiz. O degan yurt ko'rgan odam bo'lg'ashqa bizni shu o'rlashtirib qo'ygan. Ondan Anvar bizni aylantirib kelgan bo'pti. Asli bir avtobusda mangan bo'lsak yaxshi bo'ladi ekan. Ammo atining bil setilib bo'pti. Shunga bugun kechdan biltni apti. Ang'ib qarab turmay tezroq bo'ldi mo'may. Tez kelib tayyorligini qilgan. Go'zalay qizim, endi siz bir necha kun Anvar akangizning uyida yangangiz bilan tutib turing ha. Bizmo jiq to'maymiz. Momongizga bir chaqlarda Urumchi cho'qim opirma deb var qilib qo'ygandim. Mana bugun momongizning orzusin deb bolarimning ko'ngli yondimidi bola. "Ma'qul buva, xotirjam berib kelinglar. Men Jamila hadam bilan turib turman," dedim buvamga havas bilan qarab. Chunki buvamning momongizga qilgan va'damni deb degan so'zlari bayotdan Eliyarning xiti bilan yerim bo'lgan ko'nglimni yoritib atgan edi. Eliyar menga o'qish bitirsam, cho'qim bu mahallaga qaytib kelib, bu to'pliq mahallamni o'zgartib, bog'u bo'stonliqqa aylantiraman deb va'da bergan edi. Shunga uning xuddi buvamdek va'dasini amalga oshirish uchun qaytib keladiganligiga ko'zim yetgan edi. Bugun havo Soyibxonning chehridek kulib turadi. Mamat buvamlar ketgilimu 5-6 kun bo'ldi. Ularning yo'lig'i talmurib, yoq, aniqroqini desam, Eliyarning xabariga talmurib, necharat taxt ko'rikka berib kelganimni bilmayman. U yerdagi g'ayvat xotinlarning menga humiyib qarab, bir nimalarni deb kusurlashlarimga parvo qilmay, ko'rik yenidagi qora yog'och ko'tigida o'ltirib, Eliyar bilan pinhon pichirlashib o'tatdim. "Jinim Eliyar, mushtobda nemishmi qilayotgansan? Xatlarimni mo'mam cho'qim senga berdi. Balkim xatdan mo'mamning tugab ketganini anglab, ko'ngling yerim bo'ldi. Chunki sen mo'mamga amroq eding. Rayimsiz taqdir yaqin kishilarimni bir-birlab yenimdan elib ketdi. Endi seningdan boshqa g'amguzarim yo'q, Eliyar. Shunga senga talpinib turgan bu qalbimni hijron o'choqlarida tavlayman demay, yenimga tezroq qaytib kelishingni kutaman." "Güzelay, hey Güzelay!" To'satdan chaqirgan ovoz bilan beshimni ko'tarib qarasam, mahalla komitetidagi Osiya hadam o'pkidek qizarib, yugurib kelyotdi. "Güzelay qizim, tezroq Asqar akangizga xabar qiling. Hozir bir telefonni topshirib oldim. Sarxon mo'mamlar tushgan avtobus yo'lda o'rilib ketib, hozir ular doktorxonada ekan." Bu gap bilan ko'z oldim qorong'ulashib, daldang'ishib berib, ko'rikka yo'linib qoldim.
Kövrük beşide o'ltirgan bekarchi xotinlar Osiya Mahadamning ansiz gapidan cho'chishib, o'pir-to'pir bo'lishib ketishdi. Nima deysiz ada? Ular nada ekan? Muma buvamlar saqtu? Kuchanaylik doktorxonada ekan. Ahvolning qandoqligi to'g'riliq aniq demidi, dedi Osiya Hadammu ansirgan qiyofatda. Voy, Oysaxon qiz, tilingizni chaynamay aniqroq danga, ularga bir ish bo'lmas, dedi pakar bo'y, bug'doy o'nkalgan Maryamxon ismli ayol. Bularga endi nima kelishmaslikdi, bir obdan kishilar edi, dedi küptek semiz, haqning g'ayvatini qilib, ustidan o'sak so'z topmasa, jigan tamoqi tamoq bo'lmay, zahar yutadigan Xushxo'yxon ismli yana bir ayol. Men qo'qqinimdan butun badanim titrab, maqtursiz putlarimni bor kuchim bilan yutkab, Asqar akamlarning uyiga qarab mangdim. Osiya Hadamning ularga degan so'zlarimi quliqimga kirmadi. Asqar akam xabarni anglab, yugurgunicha uydan chiqib ketdi. Men ham Xayrinsa ocham bir-birimizga qarashib, o'ntinsiz o'ltiratdik. Jamila Hadam chiroylari tomdek tatargan, ko'zlari yosh yo'q holda kirib keldi. Asqar akam qani? Uning bilan men boraman. Anvar u degenicha Xayrinsa Hadamga o'zini itib, yig'lab ketdi. Men ko'z oldimda yuz berayotgan bu ishlarga qarab, gangirabli qoldim. Asqar akam bir mashinani boshlab kelib, Jamila Hadam bilan Xayrinsa Hadamlarni ilib, doktorxonaga qarab yo'lga chiqdi. Shundoq inoq, tinish ketayotgan bu bir oila kishilarini bugun kushum xabar oromini butunlay buzib, yuraklarini laxt qilayotgan edi. Ansizlikda kunni to'limi tasdikash qildim. Ichimni bir qurut g'ajavatgandek, ko'nglim bir xil eg'ib, ko'zlarimga uyqu kelay demaydi. Sarxon mumam bilan Mehmet buvamning nur yig'ib turgan chiroyi ko'z oldimda agib yuratdi. Ularga bir ish bo'lib qolmaskan, deydim o'zimga pichirlab. Asqar akamning ikki balasi kichik bo'lg'achqimi, bu ishlardan xabarsizdek tatliq uxlayotdi. Turibla menmu shu g'amsiz balaliq chaqlarimni eslab qoldim. Shu chaqlar yaxshikan-ku. Boshqalar meni yetim o'g'loq deysimu, ammo yenimda buvam, mumam yana Eliyar bor edi. Sarxon mumam uyimizga kunda kirib, mumam bilan mungdushib, kulishib o'ltiradigan. Hozirchu rahimsiz dunyo. Bag'ri yumshoq kishilaringga nimancha rahimsizlik qiladigansan. Men ana shundoq qadramash xiyollar bilan tunni tongga uludim. Yer ostidan kelayotgandek anglangan yig'i ovozi bilan cho'chib o'rnimdan turib, hovliga yugurib chiqdim. Ko'zlarimga, quloqlarimga ishonmay qoldim. Darvoza oldiga kelib to'xtagan mashinadan qon yig'lab Asqar akam, Xayrinsa Hadam, Jamila Hadamlar tushib keldi. Mashinada qatirsiga ushgavda so'zilib yotadi. Rahimsiz balak. Ularning jinini olg'ucha, meningdek qari yetimning jinini olsangchi. Ularning bola chavralari bor-ku, meningchi deganimcha berib Xayrinsa Hadamga esaldim. Yozning tinjiq issiqida jimjitlikqa cho'mgan mahalla birdamdala yig'i bilan musbat qaynamaga g'arq bo'ldi. Asqar akamning yig'lab turib deganlaridan Abduz yo'ldan chiqib ketib, teran bir iqinga tushib ketganligini. Abduzdagi odamlardan 32 nafar kishining qazo qilganligini bildik. Bundaq bir oiladan tangli 3 jon odamning qazo qilishi butun mahalladagilarning yuraklarini titirtayotgan edi. To'li yig'lashdan ko'zlari qizirib, ishib ketgan Asqar akam o'yladagi tamg'i yulangan holda xuddi ro'yi chiqib ketgan odamdek turadi. Bir kundala mehribon ota-onasidan ham birdan bir inisidan ayrilib qilishdek eshinishlik fojia uning
erlarga xos egilmas gavdasini egib, sangalab turadigan qo'zoqlari ichiga tortishib qolgan bo'lib, necha yosh qirib ketgandekli ko'rinadi. Uning bu holatiga qaragan har qanday bir kishining yuragi chidamaydi. Uy ichidan anglanib turgan hasratlik yig'i ovozidan, o'yliga kirgan odamlarning ko'zlaridan ixtiyorsiz yosh agiydi. Men o'ylada yuguri yetim ishlarga yordamlashib, yili uyga, yili qozon beshiga yuguraydim. İçimden isyan götürüvatkan peyğallık yaşlarımını tutuvelişki şunca tırısammu, amma göz yaşlarım mağzımını boylap ekip, yuyuvatkan qaçıllarımını tanışıyattı. Meni öz iskencisiga elib algan nurg'un qo'rqinchli xayollarni har qancha o'ylamaslikka tirasammu, amma manga agishib yuradi. Rahimsiz dunyo, deydim o'zimga qayta pichirlab. Sening mushu rahimsizliking bilan men yana yolg'iz qoldim. Men nimanchalik sho'rpeshonadurman. Buvam mumam tugab ketganda har qancha azoblansammu, Sarxon mumamning mehribonligida yolg'iz qolganim ancha bilinmabdi ekan. Mana endi bu mehribonlarim meni tikandek yolg'iz qoldirib ketib qoldi. Tönügün Asqar akam, "Endi bizning uyda turing" degani bilan Xayrinsa hadamning shu chog'dagi chiroy ifodasidan ancha xalab ketmaydiganligi chiqib turdi. Jamila hadamning mushu bir necha kundan beri meni ko'rsa bo'ynini etib, gap qilmay yurishlarini hech tushunolmadim. Endi qandoqmi qilaman? Bu mahallada yana kim meni qanot ostiga olar? Eliyarg'u ishinaman. U cho'qim qaytib keladi. Ammo shu chaqcha yana nima ishlar yuz berar? Mayli nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, Eliyarni cho'qim saqlayman. Eliyar mushtabda yinimda bo'lgan bo'lsang qanchalik yaxshi bo'ladi-da? Xiyol bilan bo'lib ketib, beshimda menga g'azablik tikilib turgan Jamila achamning yenimga qachon kelganini sezmay qopdiman. Uning bu albozidan andikib turib ketdim. Qo'limdagi yuyayotgan qochimo dasqa tokkete tushib, dastiki yunda ishtallarimga chachirab ketdi. Hammaga sababchi bo'lgan sen jo'vaynimak, u tigipas buzuq. Sendek nasbasqa yetim o'g'loqni bu uyga akirib, mana endi hammamizni nasbasdi. Sening kasapitingdan buvang mumangmi o'lib tugigan, mana endi bu po'qing bizga chaplashib, bu uydagilarni tirik yetim qilding. Aslida sening bu uyda turishingni xolamaydiq, opam bilan dadamning ching turishi bilan mayli deyishgan. Bundoq bo'ladiganini burunroq his qilgan bo'lsak, hargizmi bu so'g'imizni atlab turmaydiq. Endi bu yerdan yo'qol, dedi qo'llarini shiltib turib. Tuyuqsiz kelgan zarbidan nima qilishimni bilolmay, dasmolni mijiqdig'anim chutiratdim. Uy ichidan bir qancha mahallaning xotinlari yoq, gap topar g'ayvatchilari yugurishib chiqib, Jamila hadamga bo'lish qilib turdi. Undaq nasbasqur kimning uyiga borsa shuni nasbasudu. Ilgari shuncha yaxshi yerlardan elchi kelsa tagmidi, nadik egiz shaptullarga qo'l uzutib. Aptinga qarab boqqana, Eliyarga tegamish dexe. Eliyarning opisi sendagi yetim o'g'loqni ap berama? Yana kelib xalq degan cho'ng shaharlarda o'qidi. Cho'ng shaharlardagi oppoq yuzlik shaharlik satanglarni olmay, qurib qolgan qo'noq shehridek seni olamda, g'unchirak chog'laringda birsining peshiq eslab olgan bo'lsang, momang bilan buvangmi yerlikida xotirjam yotgan bo'ladi. Mana endi mahallamizdagi sen bilan dematli qizlardan salla qolding. Senda qiyri qizni kim oladi? Olsimi, seni olgan odamni nasbasudu, dedi qo'llarini ko'zimga shiltib turib, xushxuy adam. Ras deyla, deyishdi atrofdagilarmi menga o'chmanlik bilan qarab. Bu chaqda darvozadan yugurib kirgan Asqar akam ularning oldiga o'tib, "Jamila, sizni xili aqlli kelin deb yuratdim. Bu mushundaq gaplarni qildigan chaqma. Yana silimi shu xushxuyxonada og'zirga beqiyib gap qilsizlar. Güzel ayni dadam apamla o'z qizning o'rnida ko'ratdi. Bu qizning nima gunoh? Gap-gapni deydigan gap emas." Asqar akamning gapi bilan ular qilganlaridan xijil bo'ldi-mu, bir-biriga qarashib, boshlarini to'van qilgan holda sirtqa mangdi. Eshik tubida bo'layotgan ishlarga aralashmay qarab turgan Xayrinsa hadam
ular uzab bo'lgandan keyin bizning yenimizga kelib, "Güzelay, Asqar akangiz sizni bizning uyda tursin" dedi. Ammo men buningga toza qo'shilmayman. Sababi ko'rgansiz ayollarning qandoqligini. Burunmi siz bilan Asqar akangiz ustidan gap tepib, tas qolgandim ajrashib ketgili. Ammo mumingizning so'zlaridan bu quruq gaplarga ishinib qolganimga pushaymonmi qilgan. Bugun akangiz ularning oldida siz uchun gap qildi. Kim biladi, at ular yana nima gaplarni tepib, mahallada so'z-so'chak qiladiganini. Shunga men sizning bizning uyda turishingizni xolab ketmayman. Turmang demayman, turing. Lekin tezroq birasi bilan to'y qilib chiqib keting. Sizni biraqli uydan chiqarib etishga bizningmi ko'nglimiz unamaydi. Sizning ya bir urug' tuqqaningiz yo'q. Shunga gapimizni anglab, endi u Eliyarni saqlayman demay, biz degan yerga ko'nib, shu yerda jiningizni jon eting. Jamila hadingizmi Anvar akangizdan ayrilib, qo'rsqidagi tex tug'ilmagan bolasining dada yuzini ko'rmayli yetim qolganiga chidamay, egiz-pas so'zlab qo'ydi. Hargiz ko'nglingizga olmang singlim. Men bu gaplarni sizga aslida keyinchi darman deb o'ylagan. Bugun bu gap bo'lib qoldi. Shunga deb saldim. Endi tezini basın meze degandek, sen joyini tutun-ku endi. Bo'ldi qilsanglar-chi. Dedi Asqar akam ayoli Xayrinza hadamga norozi bo'lib. Men nima deyalaydim? Mushu vaqtga men xuddi eshik tubida bo'yin qisib turgan tilamchiga o'xshab qolgan edim. Qadrli tinglovchilar, Mehriyaning Arsiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasining 4-qismi bugun mush yerda tamom. Igi chaqsiz qolgan go'zal oyning bundan keyingi taqdirida yana qanday o'zgarishlar bo'ladigandu? Asarning davomi qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ovozli kitob salonimizning bundan keyingi mazmunlarida bo'lsin.